karochi bitta o'yin o'ynaymiz. Ikkovimiz 10 tadan penalti tepishamiz. Agar kim yutqizsa, ana shu stadionda 5 kuruk hamma kiyimini yechib tashlab yugurardim. Agar 10 ta tepamiz, 10 tada kim kam gol ursa, o'sha ana shu yerda yalang'och bo'lsa bitta tursikda yuguradi. Kelishdikmi yo'qmi? Kelishdik bo'ladi. 5 kuruk mana shu stadionda yuguramiz. No, agar yana xohlasak variantlar bor, yo bo'lmasa yutqizga 5000 rubldan beradi. Nima deysiz? Bo'ladi. Qaysi qulayini ko'rib o'ynaymiz-da. Mana shu ko'rib tursan, to'pimiz bor, hamma narsa bor. Bor. Endi kiyimni yechish bo'lmasa ham kiyim holida yugursak bo'ladi. Yo, kiyim bo'lmasa, agar yutqizgan shu yerda 100 ta o'tirib turadi. Nima deding? Bo'ladi, u bo'ladi ma'qul. O'shanga kelishdikmi yo'qmi? Nima deysan? Kelishdik, bo'ldi. Bo'ladi, shunday qilsak bo'ladi. Yana qanaqa shartlar? Agar o'zingizda qanaqa shartlar bo'lsa, bemalol aytaver. Bu anjumanni qilish o'yini sharti bor. Anjumani nechta? Bir yillikda o'ynaymiz. To'xtamasdan. To'xtamasiga yillikda. To'xtamasiga yillikda anjumanni qila olasanmi? Qilaman. Ay, u esi U bo'lmay qolsa, boshqa yo'q, u qanaqadir chora qo'llanib ketish kerak to'g'ri. U bo'lmay qoldi, boshqa narsa qilib ketavermaydi, ishtirafi bo'ladi qanaqadir. Nima shartlar bor? Nima shartlari qo'llaymiz? Gapni lo'ndasi, keyin vartaga turib qavishtirish o'yinlari bor. O bo'lmaydi. Gapni qisqasi, karochi 10 tadan penalti tepishamiz. Sen tepganda men darvozaga turaman. Men tepganda sen darvozaga turasan. Agar 10 tadan kim kam gol ursa, onasini ham bitta tursikda mana shu stadionda 5 kuruk yugurardim. Shu ma'qulmi? Nima tursik bor-ku? Polibon xonaga borsang ham, qayerga borsang ham tursik. Ob-havo ham baribir. Ob-havo yaxtayapmiz hozir. Moskvada pogoda zo'r, bahor hozir. Shu shart menimcha eng zo'r shart mana shunaqa bo'ladi. Agarda mana shu videoning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, azizlar, juda qiziqarli bo'ladi. To'g'ri, hozir boshda kam so'zlarimiz qanaqadir bir-biriga kelishmayotgan bo'lishi mumkin. No, harakat qilamiz. Kundan kunga borgan sari kameraga yaqinlashavergandan keyin hamma narsa o'z joyiga tushadi. O'rganib ketamiz. Real hayotda bemalol gapirsangiz, bari kamera oldiga kelgandan keyin odam bari duduqlanib, gapirayotgan gapingizni bilmaydi hech kim. Tushunib, salgina gaplardan. Bu hammani boshida bo'lgan narsa. O'shaning uchun azizlar, sizlardan bitta iltimos, iloji boricha mana shu videoda iloji boricha oxirigacha ko'rib, kommentariy yozib, like bosib ketishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Agar mana shu video endi boshlang'ich yangi kanal bo'lgani uchun 1000 ta 2000 ta demaymiz, 300 ta like yig'sa mana shu video. O'sha video rolikni 2 kundan keyin ishlab chiqaramiz. Hammasi realni bo'layotgan video rolik bo'ladi. Hech qanaqa aldash, boshqa narsalar bo'lmaydi. Agarda sizlarda qanaqadir boshqa fikrlar bo'lsa, qanaqadir shartlar to'g'risida video rolik qilishimizni xohlasalaringiz, kommentariyaga обязательно yozib ketsangiz, eng kerakli 4 tasini tanlab olamiz. O'shalardan bittasini bajarishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha, qo'ldan kelayotgan shartlar bo'lsa, ishlar bo'lsa, harakat qilamiz. Shuning uchun iloji boricha kanalni qo'llab-quvvatlab yuboringlar, chunki kanal hali yangi ochilgan. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz evaziga kanal tezda rivojlanib ketadi. Nasib mana shu video rolikka обязательно like deb bosib, kommentariy qoldirsangiz, hammasi zo'r bo'ladi. No, endi iloji boricha har qanday nima deydi, qo'pol qilib aytganda, har qanday dalbayopskiy qiliqlarni qilmaymiz. Yigitcha hammani hayotda, real hayotda bo'layotgan o'yinlar, yoshligimizda bo'lib o'tgan o'yinlar haqida mana shunaqa videolar olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa tez kunda mana shu musofirda, mana shu qaysi davlatda yurishidan qat'iy nazar, mana shu realni hayotda bo'layotgan mana musofirda qanaqa dardi bor, qanaqa nima ishlar bilan shug'ullanadi, kuni qanday o'tadi, bir kunlik ish kuni qanday bo'ladi, mana shu to'g'risida ham iloji boricha video roliklar olib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlarni motivatsiyalaringiz kerak. Motivatsiyani o'zingiz bilasizlar. Bo'la nima deding? Ne bo'ladi? Harakat qilaveramiz mana bu yerga. Iloji boricha qo'llab-quvvatlab yuborsangiz. Prosta hozir qiziqarli video roliklar olmoqchi bo'lyapmiz. To'g'risini aytsak, hozir mana shunaqa
hozir mana shu telefonni ushlab turgan stilizator o'zi harakat qilib boshingizga qarab ishlaydigan hamma narsani anjomlarini oldik, kerakli narsasini только bitta 1,5 metrlik 2 metrlik shtativni olsak xudo xohlasa, hozir ishlatib turgan mana bu videoni olayotgan telefon iPhone 12 Pro endi vaqti o'tdi, eskidi. Shunga xudo xohlasa keyingi haftaga mo'ljallab o'tiribmiz. iPhone 16 Pro Max yo 12 Pro Max olsak, videolar tezda chiqarib boshlaymiz. Chunki kачество yaxshiroq bo'lsa, sizlar maza qilib ko'rasizlar. O'shaning uchun iloji boricha keyingi haftadan yangi zo'r videoroliklar chiqarib borishga harakat qilamiz. Harakatda barakat. Shuning uchun bizni ham qo'limizdan keladi, odam qilgan ishni hamma qila oladi. Hozir itam-pitam bloger har xil bo'lmas videolar. Mana hozir kechki soat 12, уже почти Moskva vaqti bilan 1 bo'ldi. Biz mana 12 da ish vaqtimiz tugaydi, kechki smena 12 gacha ishlaymiz biz. Chunki kechki smena foydaliroq bizga, bonuslari ko'p bo'ladi. Mana erinmasdan uyga kirib olib yoki kvartiraga kirib olib turib, Instagram chuqalab yoki YouTube buni ko'rmayapmiz, o'zimizga foydali ish qilyapmiz. Xudo xohlasa sport bilan shug'ullanyapmiz. Sport aslida mana sport bilan shug'ullanyapmiz. Xudo xohlasa mana shu musofirda yurganlarga ham qanaqadir bir motivatsiya bo'lib turib, ular ham shunga harakat qilib turib intilishlari mumkin. Misol hozir uyga, kvartiraga yugurib borib olamiz, ishdan keyin ovqat yesa yeymiz yo yo'q. Hamma o'sha srazi telefonda. U real hammani hayotda bor narsani ko'rib yuribdi. Hozir hammani fikri xayoli telefonda video ko'rib chiqilib o'tirgandan foyda yo'q. Bir so'm bo'lsa ham, qanaqadir foyda bo'lsa ham, mana shu hozir imkoniyatlar juda katta. Sotsial sitlarda, YouTube yoki boshqa hammasida faqat foydalanishni bilish kerak. Foydalaninglar iloji boricha. Hamma narsaga harakat qilsangiz, hamma narsa barakasini beradi. To'g'ri aytsam, bundan oldin YouTube kanallar yurg'izganman, 2-3 ta katta kanallarim bor edi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra yopilib ketgan, unda mindsetsa hamma narsasi ishlagan. Prosta aytmoqchi bo'layotganim, iloji boricha harakat qilsak, любой inson harakat qilsin, to'g'ri boshida kamera oldiga kelganingizda uyalasiz, u bu qilasiz, fikrlaringiz yo so'zlaringiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Asta-asta kameraga o'rganib boraverganingizdan keyin avtomatik so'zlar o'zi kelaveradi. O'shanga o'rganish harakat qilish kerak. Bizdan maslahatimiz shu, bir odamlarga foydasi tegsin deb uyga ishdan keyin, endi to'g'ri ishdan charchab borishingiz mumkindir. Iloji boricha harakat qilish kerak. Yarim soat, 1 soat yugurib, o'qilib, futbol o'ynab, imkoniyatlar ko'p Rossiyada. Juda ko'pchilik bilan stadionlar bepul, pul to'lamaysiz. Любой vaqt kirib, любой joyda to'p bo'lsa bo'ldi, o'zingiz kirib bemalol o'ynayverasiz. O'shaning uchun gapni ko'payib ketdi. Iloji boricha bizni kanalga obuna bo'lib turib, mana shu videorolikka like bosing. Mana shu videorolik 200 ta like yig'sa, boya boshida aytib o'tganimdek, o'sha videoni qo'yamiz. Chiroyli video bo'lishiga harakat qilamiz. Sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha nima deding bo'la? Xayr. Davay. Пока. Ana shunday video